ko'zi mayus. Bugun darsdan bir umrga qochaman. Sho'xliklarga rozi bo'ling ustozlar. Bugun sizdan olislarga uchaman. Katta hayot bersa uyga vazifa. Endi kimdan ko'chiraman sinfdosh? İlk sevgim maktubim xotiralarim. Qanday o'chiraman sinfdosh? Hayır maktab keturaman bir ko'z yoshlarim yomg'ir. Hayır demoq og'ir. Hayır maktab ilk sevgi alvido. Ketgim kelmas aslo. Beshafqat buncha so'nggi qo'ng'iroq. Sinfdoshlar urush janjallarini sog'insak ham endi qaytib kelmaydi. Onamizdek bo'lib qolgan ustozlar endi har kun yonimizda bo'lmaydi. Hayır maktab keturaman bir ko'z yoshlarim yomg'ir. Hayır demoq og'ir. Hayır maktab ilk sevgi alvido. Ketgim kelmas aslo. Beshafqat buncha so'nggi qo'ng'iroq. Assalom ey ahli donishlar salom. Mehru ummon qalbi daryolar salom. Qo'llar ko'ksimizda deymiz xush kalom. Aziz ustozlarim salom assalom. Ey Alloh nazari tushgan ustozlar. E'tiqodi bulog'i toshgan ustozlar. Dillarda ehtirom, tillarda kalom. Deymiz biz sizlarga salom assalom. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, qadrli o'quvchilar. Bugungi xayr maktab ilm eng oliy sharaf deb nomlangan so'nggi qo'ng'iroq tadbirini olib borish huquqini men mamnuniyat ila ingliz tili fani o'qituvchisi Hakimova Gulnoraga beraman. Marhamat. Rahmat ustoz. Xazinamsan, taxtim o'zingsan. Qiyosi yo'q, baxtim o'zingsan. Yer yuzining jannati sensan. Yaratganning san'ati sensan. Jannat bog'im, hazrat tog'imsan. Mihrobimsan, sajdagohimsan. Sen onasan muqaddas vatan, yagonasan muqaddas vatan. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, qadrli ota-onalar, aziz ustozlar va sevimli o'quvchilar. Bugun mamlakatimizda barcha umumta'lim maktablarida ilm eng buyuk sharaf shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bu kun bilimga chanqoq, beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar va mehri daryo ustozlar, farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan ota-onalar hamda nabiralarga oq yo'l tilab, duo qilayotgan otaxon va onaxonlarimiz uchun chin ma'noda bayram. Shunday ekan, keling ayni damda davramizga bugungi kunimizning shodiyona sababchilari bo'lmish bitiruvchi sinf o'quvchilarimizni guldiroz qarsaklaringiz ostida davramizga taklif etamiz. Musiqa sadolari ostida 9-A, 9-B hamda 9-V sinf o'quvchilarini davramizga chorlab qolamiz. Hayajonli daqiqalar 9-A sinf o'quvchilari. Mana bu qarsaklarni chalamiz, qarsaklarimizni ayamaymiz o'quvchilarimiz uchun. Sinfdosh maktab binosi 9-B sinf o'quvchilarini taklif etamiz. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Mana do'stlaringni Ustozlari bilan birgalikda mehr ila davramizga kirib kelishyapti. ilk saboq bergan ustozlari hamda hayotiy nasihatlarni ayamagan sinf rahbarlari bilan birgalikda xursand holatda o'quvchilarimiz kirib kelishyapti. Endigi navbatni 9-V sinf o'quvchilariga beramiz. Maktab yillari o'tdi birin ketib.
izhor qildi sevgisi 9-B sinf o'quvchilari. ularga Xudoyim İlk harf o'rgatgan ustozlar va mehribon hayot saboqlarini bergan sinf rahbarlari bilan kirib kelishdi. Endi esa navbatdagi olqishlar bilan 9-B sinf o'quvchilarini taklif etamiz. sinfdosh ey sinfdosh unutma do'stlaringni eslab yuraylik Mehr ila ilk harf saboqlarini bergan ilk ustozlari hamda hayot saboqlarini bergan sinf rahbarlari bilan kirib kelishyapti. unutma do'stlaringni eslab yuraylik Bilim bergan, harf o'rgatgan qo'llaringiz dard ko'rmasin ustozlar. hey sinfdosh ey Endi esa juda ham hayajonli daqiqalar bugungi kunimizning asosiy sababchilari bo'lmish. Mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan, ertangi kunimiz davomchilari bo'lmish bitiruvchi sinf o'quvchilarimiz 11 va 11B sinf o'quvchilarini guldiroz qarsaklaringiz ostida davramizga taklif etamiz. 11A sinf o'quvchilari qarsaklarimizni ayamaymiz. Asosiy sababchilarimiz bitiruvchi oq kabutarlarimiz mana bu ustozlari bilan birgalikda kirib kelishyapti. Olqishlarni davomiy ajralishar bir-biridan sinfdosh maktab binosi ham to'la xomush bu ko'z yoshlarga berolmaydi o'z odobi, o'z ilmi bilan o'rnak bo'lgan sinflarimizdan biri 11A sinf o'quvchilarimiz hamda o'zlarining izlanuvchan, mehribon ustozlari bilan davramizga kirib kelishyapti. yuraylik maktab chog'larini ey sinf Kunimizning asosiy sababchilari bo'lmish mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan o'quvchilarimiz 11B sinf o'quvchilarini davramizga taklif etamiz. Guldiroz qarsaklaringiz ostida olqishlarni to'xtatmaymiz. Gulduzoz qarsaklarimiz bardavom bo'lsin aziz o'quvchilar. Bugungi kunni, ertangi kunni davomchilari bo'lmish aziz o'quvchilarimiz davraga tashrif buyurishmoqda. Chiroyli qadamlar ila mehribon ustozlari bilan davramizga tashrif buyurishyapti. Katta rahmat. Barchamiz joyimizni o'rnimizni egallab, o'quvchilarim e'tiboringizni qaratishni yana bir karra ta'kidlaymiz. Aylayin qalbimni tortiq nurli bo'stonim senga. Sen vatandirsan, fidodir tanda bu jonim senga. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi.
beraman. Ushbu ajoyib kun bitiruvchilarimiz uchun eng quvonarli xotiralarda mangu qoladigan kun. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning siz aziz bitiruvchilarimiz uchun yo'llagan tabriknomalari yo'llangan. Ushbu tabriknomani o'qish uchun so'z Toshkent hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati bosh direktori Rauf Xadjayev Ravshan Salohiddinovichga beriladi. Hurmatli assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari va bitiruvchilari. Viloyat hokimi Mirzayev Zoir Toyirich nomidan vakili sifatida prezident tabrigini sizlarga o'qib eshittiraman. Avvalo siz azizlarni hayotingizda butun unutilmas quvonchli voqea maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborak etamiz. Ushbu shukrona ayyomda mamlakatimizda 10 mingdan ziyod maktabda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar janglab 450 ming nafardan ortiq o'quvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz fikrlariga chin dildan qo'shilgan holatda katta orzu-umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il-qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch-qudrat, g'ayrat, omad, zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bitirayotgan 11.500 nafardan ziyod farzandlarimizga 2 mingdan ortiq kumush medallar sohiblariga o'qishga va izlanishda jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doim o'rnak va namuna bo'lib kelayotganlari uchun alohida tabrik tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchilar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekiston barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etishni o'z uchun zarur sharoitlarni yaratib bermoqdamiz. Jumladan sizlarning zamonaviy ilm va kasb hunar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalar ijodi va tadbirkorlik sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxonalar, madaniyat, san'at va sport muassasalari samarali faol ko'rsatmoqda. Ta'limning barcha bo'g'inlarida o'quv tarbiya ishlarini sifatida natijadorligini oshirish bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslini oltinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yetuk kadrlar, ongli va olijanob insonlar bo'lib, xalqimizga siqdiddan xizmat qilasiz deb ishonaman. Shuni aslo unutmang, odamzod hayotida munosib o'rin topish, el yurt hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lish uchun milliy va umuminsinoy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanishi va o'rganishdan aslo to'xtash kerak emas. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga kasb, ota-onaga va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi, uning hayotini fayzli va charog'on etadi. Ayniqsa sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamonda ibrat olib, har kun bir natijaga erishib, irodangizni sinovlardan toblab faqat oldinga qarab borish yarashadi. Aminman, sizlar yangi g'oya va tashabbuslaringiz, turli sohalarda yutuqlaringiz yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etish beqiyos hissi bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingizni, aziz ustozlaringizni va ota-onalaringizni butun xalqimiz ezgu ishlari va yorqin natijalari kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishda aslo charchamang.
Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, aziz o'g'il qizlarimiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Aziz o'quvchilar, aziz bitiruvchilar, mana Respublika Prezidentimiz nomidan tabrik eshitdinglar. Shaxsan o'zimning nomimdan Toshkent viloyati hokimi Zoir Toyirich nomidan yana bir bor sizlarni tabriklayman. Kelajakda o'qishingizga, o'z yo'lingizni topishingizda, kasbingizning egasi bo'lishingizda omad tilab qolaman. Hurmatli mehmonimiz Ravshan Salohiddinov, sizga ham yurtboshimizning tabriknomalarini yetkazganingiz uchun katta minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Albatta prezidentimizning tabriklari bugungi qaldirg'ochlarimiz uchun kelajakda qo'llab-quvvatlovchi motivatsiya bo'ladi. Hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar va qadrli o'quvchilar, tabriklash uchun so'zni maktabimiz direktori Dono Nuriddinovna Rizqidinovaga beramiz. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Mustaqil hayot ostonasida turgan bitiruvchilar. Mana yana bir o'quv yili poyoniga yetib bormoqda. Baralla yangrayotgan so'nggi qo'ng'iroq sadolari har birimizning yana bir yoshga ulg'ayganimizdan darak bermoqda. Ayniqsa bitiruvchi o'quvchilar uchun bu daqiqalar nihoyatda hayajonlidir. Bugun maktabimizning 11-sinfini 36 nafar o'quvchi tamomlash arafasida turibdi. Mustaqil hayot sari uchirma bo'layotgan bu o'quvchilarning har birini o'z tanlagan yo'li bor. O'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ularning hammasi oliy o'quv yurtlariga kirish istagini bildirishgan. 11-sinflar qatorida 9-sinf bitiruvchilarimiz soni 77 nafarni tashkil etadi. O'tkazilgan so'rovnomalar natijasiga ko'ra 7 nafar o'quvchimiz akademik litseylarda, 9 nafari kasb-hunar maktabida, qolgan 61 nafar o'quvchi 10-sinfni o'qishni davom ettirishni istagini bildirishgan. O'qishda, jamoat ishlarida tengdoshlariga ibrat bo'lib kelayotgan bunday iqtidorli o'quvchilar bizning faxrimizdir. Barcha bitiruvchilarimizga yo'l tilar ekanmiz. Har qadamda ularni qo'llab-quvvatlab turuvchi mustahkam kuch borligini eslatib qo'ymoqchimiz. Yurtimizda yoshlarni har taraflama qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorini yuzaga chiqarishda barcha imkoniyatlar yaratilgan. Har birimizni ana shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda o'zingiz sevgan kasb-hunarni egallab, jamiyatda o'z o'rniga ega inson bo'lishingizni tilaymiz. Aziz ustozlar, qadrli o'quvchilar, aytish joizki, tugallayotgan 2024-2025 o'quv yili barchamiz hayotida ham samarali yil bo'ldi. Mamlakatimizda xalq ta'limi tizimini rivojlantirishga qaratilgan yuksak e'tibor, amalga oshirilayotgan izchil islohotlar bizning ilm dargohimizda ham o'z aksini topib, qator natijalarga erishildi. Avvalo maktabimiz Open Budget loyihasida g'olib bo'lganimiz nihoyatda quvonchli voqea bo'ldi. Buning natijasida sizning sifatli ta'lim olishingiz, ustozlarning samarali faoliyat yuritishlari uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Joriy o'quv yilida maktabimizda 662 nafar o'quvchi ta'lim-tarbiya olishib, ularga 42 nafar pedagog ustozlik qildi. O'qituvchilarimizning 4 nafari oliy, 8 nafari birinchi, 18 nafari ikkinchi malaka toifasiga ega bo'lishdi. Ilg'or tajribaga ega o'qituvchilarimizdan 2 nafarining ish tajribasi tumanda ommalashtirildi. Shuningdek, 5 nafar xorijiy til fani o'qituvchilari til bilish darajasini belgilovchi, 2 nafar informatika, 1 nafar matematika, 1 nafar ona tili va adabiyot fanlaridan milliy sertifikatga ega bo'lishdi. Bu borada o'quvchilarimizning natijalari ham salmoqli. Ayni paytda 11-sinf o'quvchilarimizdan 5 nafar ingliz tili fanidan 0 milliy sertifikatlari va IELTS xalqaro sertifikatlariga ega bo'lishdi. 9-sinfdan 1 nafar o'quvchi 0 milliy sertifikatiga ega bo'ldi. 11-sinf o'quvchilaridan Ikromjonova Shahzoda, Abdumalikov Aziz fan olimpiadalarining tuman bosqichida 2-chi, 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritib, viloyat bosqichida munosib ishtirok etdilar.
Bundan tashqari 9-11 sinf o'quvchilaridan Shirinov Muhammadali va Kamoljonov Jasur Chirchiq shahar yuksalish maktabi tashkil etgan olimpiadasida faxrli 1-3 o'rinlarni egallashdi. Tugallayotgan o'quv yilini sarhisob qilar ekanmiz. Keyingi yilda bundan-da yuksak natijalarni qo'lga kiritishlarini rejalashtirganmiz. Yangi o'quv yilidan o'quvchilarni fan olimpiadalariga va tanlovlarga tayyorlash, o'quvchilarning orasida ijodiy raqobat muhitini yaratish, iqtidorli o'quvchilarni saralash, rag'batlantirishga qaratilgan bir necha yangi loyihalarni amalga oshiriladi. Yagona maqsadimiz sizning sifatli ta'lim olib, jamiyatda o'z o'rningizni egallashingiz uchun mustahkam poydevor yaratishdan iboratdir. Qadrli o'quvchilar, ertamiz egalari, siz yangi O'zbekistonning kelajagisiz. Mamlakatimiz ravnaqi, uning jahon ayvonida o'z nufuziga ega bo'lishi sizning salohiyatingiz va bilimingizga bog'liq. Shunday ekan, hech qachon bilim olishdan to'xtamang. Ilm va fan cho'qqilarini zabt etishdan cho'chimang. Ortingizda sizga yuksak ishonch va umid bilan termulib turgan ota-onangiz, ustozlaringiz va vataningiz borligini aslo unutmang. Rahmat ustozimiz Dono Nuriddinovna, yuksak ishonchingiz uchun katta rahmat. Bunday fikrlarni eshitgandan keyin o'ylaymanki, albatta o'quvchilar qanot qoqib, faqatgina oldinga qarab yuksalishadi. Bugun ushbu ham quvonchli, ham hayajonli tadbirni biz bilan baham ko'rib, shodligimiz va xursandchiligimizga sherik bo'lgan bir qator mehmonlarimiz tashrif buyurishgan. Bir necha yillar mobaynida maktabimizda matematika va informatika fanlaridan dars berib, jamiyatimiz ravnaqi yo'lida shogirdlar yetishtirgan ustozimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi marhamat opa Ibragimovani davramizga taklif etamiz. Yaratgan egam shukrlarga yetkazganiga shukr. Hammanglarni mana shu oxirgi qo'ng'iroq bilan chin qalbimdan va shu bilan birgalikda mana shu jajjigina bolalarimni ham oxirgi qo'ng'iroq bilan chin qalbimdan tabriklayman. Umrlariga, rizqlariga Alloh o'zi fayz barakasini ato qilsin. Rabbim Allohim ota-onalarimiz ham shularning rohatini, farog'atini ko'rsin. Ustozlarimizga ming bora tashakkurnoma aytaman. Bu kunlarga yetkazganga shukronalar aytishadi ular ham. Mana shunaqa chiroyli ilmlarni cho'qqisini egallaydigan farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazgan ustozlarimizga kattakon rahmat deyman. Ilohim ularning ham umrlari, rizqlari Alloh barakali, xayrli bo'lsin. Ilmini, zehnini ziyoda qilsin. Ilohim bolalari har doim rohatini, farog'atini ko'rish bolalarini Alloh nasib qilib aylasin. Rabbim Allohim, mana bu bitiruvchi bolalarimga shunday tilaklarim bor. Avvalambor yurtimizga tinchlikni ato qilgin. Shu qatori har bitta xonadonimizga tinchlik, xotirjamlikni bergin. Mana shu bolalarimning ham qanotlari hech qachon so'ngmasin. Baland parvozlar qilsin. Jamiyat uchun, shu xalqim uchun, shu vatanimiz uchun, O'zbekiston uchun kelajakda juda ham foydali, eng haligi o'zini har tomonlama ko'rsata oladigan farzandlar bo'lsin. Hammasiga omad tilayman. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Alloh ilmini, zehnini ziyoda qilsin, martabalari undan ham ziyoda bo'lsin. Ilohim shu 17-maktabni tumanda eng oldi maktablarda birinchi o'rinlarda yurishga Alloh nasib aylasin. Yaratgan Allohim mana shu yerda meni hozir 4 ta, 5 ta, 6 ta, 50% shogirdim shu yerda ekan. Ayniqsa 4 tasi o'zimni kasbimni egallashib, birgalikda bir paytda ishlagan paytlarimiz bo'ldi. Ilohim bular ham keyin shogird yaratsin. Shogirdlari ketidan duoda, fotihada o'tirishadi ustozlarini. Mana o'tirgan mana bu jonim bolam ham bizni qo'limizdan chiqqan sinf rahbar bo'lgan Dono opangizga marhamat opangiz. Ilohim ilmini, zehnini ziyoda qilsin. Shu maktabni eng oldi cho'qqilariga chiqarishga Alloh nasib qilsin. Hammangizga tinchlik, xotirjamlik, kelajaginglar porloq bo'lsin bolajonlar. Rahmat ustoz. Shogirdlar hamisha ustoz duosi bilan ko'karadi. Duolaringiz uchun, tashrifingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi samimiy tilaklar, go'zal raqslar, dilrabo kuy va qo'shiqlar barchasi sizlarga atalgan. Navbatni 1-sinf o'quvchilarimizga beramiz. Marhamat, tomosha qiling.
Aqlvoyda yangi mavsum. Olqishlar sadolari ostida. Turli harflarni yozib, qalam ruchka daftarni o'rgatadi maktabimizda. Ayirish, ko'paytirish, do'stona munosabat o'rgatadi maktabimizda. Ayirish, ko'paytirish, do'stona munosabat o'rgatadi maktabimizda. To'rtga ikkini qo'shib, so'zni bo'lib o'qishni o'rgatadi maktabimizda. Kitoblarni sevishga va odobli bo'lishga o'rgatadi maktabimizda. Kitoblarni sevishga va odobli bo'lishga o'rgatadi maktabimizda. Shahva jonimni topib, shakllarni chizishni o'rgatadi maktabimizda. Orol va shaharlarni to'g'ri bilib olishni o'rgatadi maktabimizda. Orol va shaharlarni to'g'ri bilib olishni o'rgatadi maktabimizda. Fel va chili haqida, yomg'ir chaqmoq haqida o'rgatadi maktabimizda. Kuchli aql do'stlikni, bolalikdan qadrlashni o'rgatadi maktabimizda. Kuchli aql do'stlikni, bolalikdan qadrlashni o'rgatadi maktabimizda. Aqlvoy yangi mavsumda yangi qahramonlar. Rahmat bolajonlarimiz. Endigi navbatni jajji o'quvchilarimizdan chiroyli she'r eshitib davom ettiramiz. Marhamat, birinchi B sinf o'quvchilarini davramizga taklif etamiz. Yaxshi tilak, yaxshi o'gitlar, jonga aro bobo buvisi, ostonaki daholar chiqqan, jahon hatto ta'zimlar etgan, bilganini kitoblar bitgan, o'zbegimning bolalari bu, buyuk ellar daholari bu, oq yo'ltilar bugun maktabing, ko'rsat olgan barcha bor ilming, loyiq bo'lsin shu nomga doim bilimdorlik bobida zing, yuzi yorug' bo'lsin ustozing, xatira ustoz, sizniyam umringiz uzoq bo'lsin, sizni judayam yaxshi ko'raman. Bugun shodlik bayrami do'stlar, g'am to'lmasin dillarga, biroq kuzatgani sizlarni xandon, jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Oqandayin beg'ubor ovoz, orom berar bu dam dillar uchun, zo'r tilagin sizga qo'ng'iroq, bildiradi olis yo'llar uchun. Buyuk Alsherdek luft etgan misol, savod o'rgatdingiz qanchalar bilan, to'lab bo'larmikin bu qarzni alhol, uzib bo'larmikin 100 ta ganj bilan. Tinmas edik berib savol, nima to'g'ri, nima halol, qalbimizga joylab odob. Ey mehribon aziz ustoz, sizga ta'zim. Rahmat o'quvchilarimiz, juda ham chiroyli she'r, xuddi o'zingizga o'xshaydi. Ayni damda 2024-2025 o'quv yili davomida fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlarda va sport musobaqalarida faol ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi bilan boshqalarga o'rnak bo'lgan o'quvchilar va ijodkor o'qituvchilar, faol ota-onalarni maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlaymiz. So'zni maktabimizning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Gulnoza Abdukabirovna Raimovaga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Hammanglarni mana bu keyingi
hayotinglarni keyingi qadamiga qadam bosayotganinglar bilan, maktabimizni bitirayotganinglar bilan tabriklayman. Hammanglarga oq yo'l tilayman. Oliy ta'limlarga kirib olinglar. 2024-2025 o'quv yilida o'zini namunali xulqi, odobi va a'lo baholarga tamomlagani bilan quyidagi o'quvchilarni taqdirlaymiz. 1-A sinfidan Alisher Muhammad Yusuf. Bolajonlar Abdukabir va Shahzoda. Abdumajid va Roziya. Abduvahob va Oyisha. Abdullayev Sarvar. Erkinjon va Farzona. Murodjon va Nafisaxon. Rahmonberdi va Malika. Muhammad va Sadoqat. Sultonxo'jayev Sirojxo'ja. Sobirjon va Parizoda. Sharif va Mahbuba. Alisherov Shahboz. 1-B sinfidan Alivoy va Madina. Almatov Zokirjon. Faxriddin va Farzona. G'iyosiddin va Imona. Kurganbayev Muslim. Muhammad Rahim va Kamola. Muhammad Yusuf va Shahzoda. Sodiq va Ziyoda. Ulug'bek va Imona. Yakub va Omina. Yakubayev Akbar. Zaydullayev Umar. Tohir va Farzona. Uktamboyev va Mubina. 1-B sinfidan Abdujaliyev va Lobar. Tulyak va Yasmina. Tursunboyev va Parizoda. Halilov Lazizbek. 4-A sinfida Abdusalom va Malika. Muksinov Obidxon. Hajametov va Zifnuna. Hamidullayev Sherzod. Qarsiylar bilan taqdirlab turamiz. Hamidullayev Sherzod. Abdumomin va Zilola. Bahodir va Madina. Irismet va Zuhra. Shavkat va Zilola. Sherpo'lat va Nigina. Abdug'afforov Abdug'affor. Uktamov Asilbek. 4-B sinfidan Abdullayev Sardor. Alisher va Nazmina. Bekmurod va Ra'no. Muhammad Qosim va Ruxshona. Tohir va Imrona. To'lqinov Muhammadjon. Hamidullayev Zufar. 9-A sinfidan Kamoljonov Jasur. 9-B sinfidan Mannob va Shirin. 9-B sinfidan Oktam va Muxlisa. Erkin va Aliya. 11-A sinfidan Ikrom va Mohinur. Ikromjonov va Shahzoda. Muhammadjonov Yoqubjon. Muhammadjonov va Dilnoza. Qarsiylar o'quvchilar. 11-B sinfidan Oktamov Samandar. Endi maktabimizda o'zini faol tadbirlarimizda faol ishtiroki,
o'quv yilida juda ham o'zini mehnatlari bilan hissa qo'shgan o'quvchilarimiz bor. 11-A sinf o'quvchisi Shirinov Muhammadali faxriy yorliq bilan taqdirladi. Ingliz tilidan C1 darajadagi 7,5 ALS bilan olgan o'quvchimiz har doim faol. Fizika hamda matematika fanlari bo'yicha yuqori o'rinlarni olib viloyat bosqichida nafaqat fan olimpiadasida, balki bir qancha universitetlarimizda o'tkazilgan olimpiadalarda ham yuqori o'rinlarni egallab kelgan o'quvchimiz 11-B sinf o'quvchisi Abdumalikov Aziz faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Barakalla. O'zini ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda mohirona qobiliyati oqilona foydalangan holda kreativ yondashib ijtimoiy tarmoqlarda yoritilganligi uchun Islom Muhammad 11-sinf bu o'quvchimizga hammamiz juda ham minnatdormiz. Har doim faol bo'lgan. Bundan tashqari 9-A sinf o'quvchimiz Komoljonov Jasur maktab bo'yicha eng namunali ichki tartib qoidalariga rioya qilib keladigan o'quvchilarimizdan. Ota-onasiga ming rahmat. Har taraflama faol o'quvchimiz. 11-A sinf o'quvchimiz yana Muhammadjonov Yoqubjon ham. U ham o'zini odobi, maktabdagi tadbirlardagi faolligi bilan barcha o'quvchilarimizni ajrab turadi. Bu o'quvchimizga ham katta rahmat. 2024-2025 o'quv yili davomida o'quvchilarni ona vatanga munosib farzand qilib tarbiyalagan, ularni chuqur bilim olishga, odobli, axloqli va namunali xulqqa ega qilib tarbiyalashdi. O'z sa'y-harakatlarini ayamay, bilim berishda kreativ yondashib, o'z iqtidori va mahoratini oqilona ko'rsatib olgan va yil bo'yi sinfini yuqori cho'qqilarga olib chiqqan yilning eng yaxshi sinf rahbari nominatsiyasi bo'yicha 1-A sinf rahbari Mirza Rahimova shoira yilning eng yaxshi sinf rahbari nominatsiyasi bilan taqdirlaymiz. O'quvchilari orasida o'z hurmatiga ega bo'lgan, yaqindagina safimizga qo'shilgan bo'lsa ham sevimli ustoz nominatsiyasiga, ya'ni eng yaxshi fan o'qituvchisiga yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi sifatida Soatmurod Boboniyoz. Yil davomida juda ham chiroyli ochiq darslar o'tkazib kelgan, har bir ochiq darsida yangicha metodlarni qo'llagan ustozimiz ingliz tili fani o'qituvchisi Hakimova Gulnora yilning eng yaxshi ochiq dars nominatsiyasi bo'yicha taqdirlanadi. Maktabimizda 6 ta metod birlashma bo'lsa, har bir metod birlashmani o'z o'rni bor. Lekin yil davomida har qanaqa tadbirlarda faol qatnashgan o'quvchilarni juda ham katta yutuqlarga olib chiqqan metod birlashmamiz bor. Ona tili va adabiyot hamda filologiya va ijtimoiy fanlar metod birlashmasi rahbari Mirsaidova Gulnora opa yilning eng yaxshi metod birlashmasi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi. Endi navbat jon kuyar ota-onalarimizga. Yaxshi farzand oilaning yorug' yuzi, quvonchi yu shodligi, gultoji, bir so'z bilan aytganda jamiyat tayanchi. Hurmatli Ixlosovlar oilasi, bugun sizning farzandingiz erishgan natijalari, namunali xulqi, faolligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lib kelmoqda. Shunday farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazayotganingiz uchun Qibray tumani 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi ma'muriyati sizga o'z minnatdorchiligini bildiradi va tashakkurnoma bilan taqdirlaydi. Ixlosovlar oilasi
bu jonimiz juda ham faol, har jabhada faol bu jon hisoblanadilar. Nevaralari ham o'z o'rniga ega bo'lgan o'quvchilarimiz. Rahmat sizga. Xuddi shunday nominatsiya bilan Bobomurodovlar oilasi faxriy tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Bobomurodovlar oilasi qarsaklar bilan tabriklaymiz o'quvchilar. Shunaqa ota-onalarimizni saflari juda ham ko'p, ko'paysa yana ham tabriklaymiz. Shunday nominatsiya bilan Abdug'aniyevlar oilasi, marhamat. Bu ota-onamiz maktabimizda tashkil etilgan to'garak rahbari ham hisoblanadilar. O'zlaridan qo'ldan kelgancha mehnat qilib o'quvchilarimizga bilim beryaptilar. Xuddi shunday nominatsiya bilan Hayit Mirzayevlar oilasi, marhamat. 11A sinf o'quvchisi Abdumalikov Azizning oyijonlari. Bu insonga ham cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Tarbiya berganlari uchun, shunaqa qilib o'qimishli qilib tarbiyalayotganlari uchun. Xuddi shunday nominatsiya bilan Xudoyberganovlar oilasi, marhamat. Jonkiyor ota-onalarimizdan biri hisoblanadilar. Rahmat farzandingizga berayotgan tarbiyangiz uchun. Xuddi shunday Xudoyqulovlar oilasi, marhamat qilamiz. Qarsaklar bilan taqdirlab turamiz o'quvchilarimiz. Bu onamiz ham juda ham farzandlariga e'tiborlari juda ham katta. Berayotgan tarbiyangiz uchun kattakon rahmat. Xuddi shunday nominatsiya bilan Islomovlar oilasi, berayotgan tarbiyangiz uchun kattakon rahmat. Farzandingizga faolligingiz uchun ham kattakon rahmat. Xuddi shunday Tolipovlar oilasi, sizga ham kattakon rahmat. Faol onalardan biri hisoblanadilar. Berayotgan barchangizni, boshqa ota-onalarimizga ham rahmat, tashakkur aytib qolamiz. Berayotgan tarbiyangiz uchun kattakon rahmat. O'quvchilarimizni guldiroz qarsaklari ostida, chiroyli musiqa sadolari ostida o'z o'rinlarini egallashlarini so'rab qolamiz. Bunday yurtda yashashning o'zi bir baxt. Hozirgi navbatni 9-sinf bitiruvchi o'quvchilarimizga beramiz. 9A sinf o'quvchilarini davramizga taklif etamiz.
o'quvchilarga beramiz. J'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça t'es toujours en pétard. T'es mal l'équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douane, y'a rien à regarder, de toute façon je suis bouqué sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina oh, anina nani nina oh, anina nina nina. Chiroyli raqslar uchun katta rahmat. Endigi navbatni mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan 11-sinf bitiruvchilarimizga beramiz. 11A sinf o'quvchilari. Samar oddiga yor bo'layim, chorbog'chaga yor gul bo'layim. Samar oddiga yor bo'layim, chorbog'chaga yor gul bo'layim. Odam bo'lsa yor bo'layim, olsang bergin bilagisi kimni. Odam bo'lsa yor bo'layim, olsang bergin bilagisi kimni. Toy bo'yida yo'q
Juda go'zal ijro, juda chiroyli raqs uchun 11-A sinf qizlarimizga rahmat deymiz. Navbatni 11-B sinf o'quvchilariga beramiz. 11-B sinf o'quvchilari. Napoti chamo konda alviski chamo natali adekna potomi abe sakwa bishe monatali tani nana ni na o 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 Ogo bisigisa kachamo dichkisisa Kalima subigo pita gamas vedi gotsenita tani nana ni na o 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 Egere zedane tkaro modis nani dishmeli dane modis Kogo medala mazi kharam tawani subiya modis Kogo zedane kedene bi chemchi bonis vedene bi Lama zepsomode bi nakhavere bosavidi daldene bi Ayni daqiqada dillaridagi o'z fikrlarini, minnatdorchiliklarini aytish maqsadida she'r aytishga shaylanayotgan 11-sinf o'quvchilarimizni davramizga taklif etamiz. Sizga bo'lsin qadr va e'zoz. Omon bo'ling boshlang'ich ustoz. Hayotingiz nurlarga to'lsin, bayramingiz muborak bo'lsin. Nafis gullardan yasab guldasta o'quvchilar tomon tutasiz assa shirin so'z jilmayib so'zlaysiz har dam ajib jumlalarda olam mujassam Sizda so'z san'ati Navoiyga xos siz ona vatanning ko'rkisiz ustoz doim yo'llaringiz gullarga to'lsin aziz bayramingiz muborak bo'lsin Вы наш учитель и наш педагог. С вами приятен всегда диалог. Желаем удачи в работе, в жизни и счастья в школьных стенах. To'rt amalning barcha uchun keragi bor. Ustoz sizda xorazmiy yuragi bor. Xalqimda, yurtimda tilmadingiz, tog'larga teng bo'lsin qadr qimmatingiz. Chiroyli she'rlar uchun rahmat. O'z she'rlarini go'zal gullar bilan yanada davom ettirishyapti ustozlarimizga. Mehr bilan o'quvchilarimiz ayni daqiqada hayajon bilan ustozlarimizga gullar taqdim etishyapti. Guldiroz qarsaklar bilan davomiy qarsaklarni kam qilmaymiz. Shuni o'rnida ta'kidlamoqchimizki, biz fan o'qituvchilari ham 11-sinf o'quvchilari haqida juda chiroyli xotiralar bilan ular bilan xayrlashyapmiz. Chiroyli xotiralar bilan ular bilan xayrlashyapmiz va aynan o'zlarining namunali xulqlari hamda bilimlari, iqtidorlari bilan o'qituvchilar qalbida iz qoldirayotgan o'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz bugun maktabimiz kutubxonasida bir qator badiiy ijod namunalarini o'zlaridan esdalik qilib kelajak avlodga
qoldirib ketishdi va albatta bu olqishlarga arzigulik hodisa. Bitiruvchi o'quvchilarimiz uchun olqishlaringizni ayamang azizlarim. Katta rahmat va ana shunday juda ham namunali, chiroyli tarbiyalarni bergan albatta ota-onalarimizning ham mana shu bitiruvchi o'quvchilarimizning hayotida izlari oliy o'rinda turadi. Hozir mana shunday iqtidorli, tarbiyali, doimo ustozlarga qo'li ko'ksida bo'lgan mehrli, ilmli o'quvchimiz Kamronjon Qurbonaliyevning oyijonlari Zahropam Madumarova tashrif buyurganlar. Ota-onalar nomidan so'z navbatini hozir ularga bersak. Keling. Aminmanki, mana shu yerda o'tirgan bitiruvchi ota-onalarimizning barcha oyijonlari kechagina farzandlarining jajji qo'llaridan ushlab maktab ostonasiga olib kelgan davrdan bugun sarvqomat bo'lgan yigit qizlarining shirin hayot yo'llarini o'z ichlarida o'ylab, tug'yonlar bilan o'tirishibdi. Hozir ulardan so'zlarni eshitsak. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehribon o'quvchilar, aziz bitirib ketgan o'quvchilar. Mana bugun yurtimizning barcha maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbiri. Mana shu tadbir bilan avvalo bitiruvchi o'quvchilarimizni, 9-sinflarimizni, 11-sinflarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, qaysiki oliy o'quv yurtiga kirishni niyat qilgan bo'lsanglar, hammanglar o'z niyatingizga yetinglar. Oldingizga qo'yilgan barcha maqsadingizga erishib yuringlar. Ota-onanglarning yuzini har doim yoriq qilinglar. Har doim boshinglarni baland tutib, har doim sizlarning orqangizdan shunaqa chiroyli, yaxshi gaplarni eshitib yurish nasib qilsin. Keyingi gapim albatta men ustozlarga shu joyda xizmat qilayotgan, mehnat qilayotgan barcha hamkasblarim, aziz ustozlar, mana bu yerda ustozim o'tiribdilar, marhamat opam. Hammangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta ta'lim tarbiya berganingiz uchun, farzandlarimizni mana shunday yetuk inson qilib tarbiyalaгаningiz uchun sizlarga kattakon rahmat. 11-sinf o'quvchilarimiz birinchi ustozi Go'zalga kattakon rahmat. 7 yil davomida bularning ketidan yelib yugurib, xizmat qilib, yaxshi yomon kunlarini, xursandchilik kunlarini birga o'tkazgan Gulnor opa, sizga kattakon rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Qolaversa, keyingi gapim albatta ota-onalar sizlarga mana shu orzu umid bilan o'stirgan farzandlaringlarning rohatini ko'ringlar. Har doim orqasidan yaxshi gaplarni eshitib yuraylik. Bolalarimizni aqlchiligi ketmasin. Har doim yaxshi kunlarda, yaxshi davralarda uchrashib yurish hammamizga nasib aylasin. Hammangizga kattakon rahmat. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, aziz o'quvchilar. Mana bugun bitiruv kechasiga yig'ilgan ekansizlar. Hammanglarni tabriklayman. Mana bu yerda o'tirgan aziz ustozlarim, kattakon rahmat. Shunchalik o'quvchilarni yetkazib, chiqazib, katta stol egalari bo'lganda sizlar xursand bo'lib, meni o'quvchimidi deb yurish hammanglarga nasib qilsin. Kimdir katta direktor bo'lsin, kimdir katta joylarga xo'jayin bo'lsin. O'sha paytda ustozlaringlar rosa ham xursand bo'lsin. Birinchi bo'lib ustozlaringlarga kattakon rahmat. Hammasiga ta'zim qilib qolaman, chunki biz ham shu joylarda o'qib 11-sinf bitirganmiz. Mana bugun bitiruvchi o'quvchilarimiz bir-biridan chiroyli bo'lishibdi. Hammanglarga kattakon rahmat. Asosan ota-onalarga rahmat, shunchalik yordam bergan. U 7-maktab kollektivlariga rahmat. Hammanglar shunaqa chiroyli joylarga o'qishga kiringlar. Gulnor opam ketinglardan shunaqa xursand bo'lsinlar. Meni o'quvchilarimni shunchalik deb xursand bo'lsinlar. Mana 1-sinfda o'qitgan Go'zalga ham kattakon rahmat. 1-sinfdan 4-sinfgacha o'zi bo'lmaydi, harflarni o'rgatib, tanlatib, bularni yetak qilib Gulnor opamga topshirishi o'zi bo'lmagandir.
Mana bu yog'ini Gulnor opam olib ketdilar. Gulnor opamga ham kattakon rahmat. Bolalaringizga bosh bo'ling. Mana bu yil pensiyalarga chiqargansiz. Pensiyani pullarini ko'p yeyish nasib qilsin. Shunaqa har doim kulib yuring. Oilangizga bosh bo'ling. Boshingiz omon bo'lsinlar. Hammanglarni tabriklayman. Sog' bo'linglar, yaxshi o'qishlarga kirib olinglar. Iloyim sentyabrda Gulnor opa bilan Azizani sinfidan 100% 17-maktabni 100% bitiruvchilari oliy o'quv yurtlariga kiribdi degan gaplarni eshitdik. Rahmat, hurmatli ota-onalar sizlarga ham. Endi o'quvchilarimiz intiqlik bilan ustozlarga nazarimda gullar berishni kutib turishibdi. Marhamat, gullarni taqdim etishingiz mumkin. Musiqa sadolari ostida. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Ustozlarimizga rahmat. Qo'llarim ko'ksimda bu kez, sizgadir olqishim, yurak so'zlarim. Otaday talabchan, onaday munis, hayot qadar qimmat siz ustozlarim. Ona kabi mehribon, qo'limizga qalam tutqazgan, ilm, bilim, maktab, kitob, hayot so'zlari mohiyatini o'rgatgan, o'quvchilarning kelajakda komil inson bo'lib voyaga yetishda, vatanga sidqi dildan xizmat qilishda yaqindan yordam bergan fidoyi ustozlarimizga navbatni beramiz. Davramizga 11-sinf bitiruvchi o'quvchilarimizning ilk ustozlari hamda sinf rahbarlarini mamnuniyat ila davramizga taklif etamiz. Musiqa sadolari ostida Gulnor opam Mirsaidova bayramona kayfiyatda yakunlab olish uchun yana navbatni musiqiy sovg'aga beramiz va sizlar bilan dushanbaga qadar xayrlashamiz. Katta rahmat. Hozir so'z navbatini ilk saboq, ilk harflarni o'rgatgan 11-A sinf o'quvchilarimizning ilk ustozlari, jajji qo'llardan ushlab harflarni o'rgatgan ustozlari Go'zal opam Ibragimovaga beramiz. Assalomu alaykum qadrli ustozlar va qalbi hayajonga limolum to'la qadrdon bitiruvchi qaldirg'ochilar. Sizni bugungi ham quvonchli ham hayajonli damlaringiz. Quvonchlisi siz mustaqil hayotga qadam qo'yasiz. Hayajonlisi hayotingizni quvnoq damlari o'tgan maktabingizni, qadrdon do'stlaringizni, sizdan mehrini ayamagan ustozlaringizni tark etasiz.
Sizni ushbu ayvon bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga oq yo'l tilayman. Hayotda o'z o'rningizni topishingizni, yurtimiz ravnaqiga o'z hissangizni qo'yishingizni sizga ishonamiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ota-onalar, aziz bitiruvchilar, qadrdon sinfdagi o'quvchilarim. Sizlarni bugungi bayramingiz, mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan kuningiz bilan tabriklayman. Allohim sizga ravon yo'l bersin. Bugun sizni kuningizda unutilmas kun. Siz eng muhim qadamni, eng muhim burilishni ko'z oldingizdan o'tkazasiz. Sizga bittagina tilagim bor. Tilagim oliygohga kirib, orzu niyatlaringizga erishib, shu dunyoda eng baxtli, eng chiroyli ko'rkam va eng mehribon o'g'il-qizlar bo'lishingizni tilayman. Kim bo'lsangiz kim bo'ling, lekin birinchi galda inson bo'ling. Biz kutgan, biz orzu qilgan, el yurt ishongan tayanchi bo'ling. Yurtimizning kelajagi bo'ling. Sizni chin qalbimdan tabriklayman. Har bitta yutug'ingizni, har bitta yutug'ingizni kutib o'tiradigan. Bilingki, ustozingiz bor. Assalomu alaykum. Ushbu davraga yig'ilgan aziz o'quvchilar, ustozlar va hurmatli ota-onalar. Bugun mana bitiruvchi o'quvchilarimizni porloq yo'lga jo'natib qolar ekanmiz. Ularga kelgusi ishlarda muvaffaqiyatlar. Hammasi o'z xohlagandek oliygoh talabasi bo'lib, keyingi yillarda talaba avgust oylarida bilan hammasi o'qishga kirdik ustoz deb yangi o'quv yilida kutib qolamiz bularni. Xursandchilik kayfiyatida hamma niyatlaringizga yetib yuringlar. Rahmat. Ustozlarimiz, sizlarga ham rahmat. O'quvchilarimizning, bitiruvchilarimizning qalamlari hamisha sizlarning o'tkir pichog'ingizda charxlanadi. Shunday ekan, o'quvchilarimiz, ustozlarimiz duolarni olishda hamisha davom eting. Ustozlarimiz, katta rahmat sizlarga. Bu mening onam mehribon, xushzabon, ko'ngli oppog'im. So'zlari shirindir, qalbi yumshog'im. Dilimga qag'am, qayg'u o'rnashgan onim. Ko'nglimni ko'targan mehribon onam. Barchadan mehribon, farishtam onam. Menga tosh otganga Maktabdagi onajonlarni tabrikladilar. Endigi navbatni mana shu yerda ko'zlari yig'lamasida qalblari yig'layotgan onajonlarimizga bitiruvchilarimiz o'z gullarini guldiroz qarsaklar ostida taqdim etishadi. tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan qarsaklarni chalamiz. Onajonlarimiz, ustozlarimiz qarsaklarga arziydilar. Yaldizli lolali bahorim, esda qolarli kun. bu mening onam. Qarang, kechagina jajji qo'llarda ushlab kelgan yigit qizlar bugun sarvqomat yigit qizlarga aylanishgan. Albatta qancha mehnat, ustozlarimizning mehnatlari, ota-onalarimiz o'yitlari, qanchadan qancha shirin hayot bor buning zamirida nazarimda. Boshini eksam, Mehribon, xushzabon, ko'ngli oppog'im. So'zlari shirindir, qalbi yumshog'im. Dilimga g'am qayg'u o'rnashgan onim. Ko'nglimni ko'targan mehribon onam. Barchadan mehribon, farishta onam. Onajonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni tarbiya berishda mehnatini ayamagan ustozlarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Qadrlanishga hamisha arziydilar. Nomingizni bitar edim quyoshga mangu. Nazarimda siz ham timsol quyoshga go'yo. Quyosh ona tabiatga taratar yog'du. Ustoz, sizchi ulashasiz qalblarga ziyo. Ayni daqiqada navbatni
11-sinf bitiruvchilarimizning raqslariga beramiz. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me, and our love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you, Right next to you. next to you. Right next to you. Biroz qarsaklaringiz. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was Qarsaklar I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Thank you very much for excellent participation. Bugun shodlik bayrami do'stlar. G'am to'lmasin dillarga, biroq kuzatgani sizlarni hamdon jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Davraga so'nggi qo'ng'iroqni chalish uchun 11-A sinf o'quvchisi Shuhratullayev Shohjahon hamda 1-B sinf o'quvchimizni jajji qizalog'imizni davramizga taklif etamiz. Olqishlar ostida yangrayver qo'ng'iroq, o'chmasin sasing, jarangingdan ilhom olib yashaylik, birdam ham tindirmay mag'rur ovozing, kelajakka dadil qadam tashlaylik. Azizlar, mustaqil hayotga xush kelibsiz bitiruvchilarimiz. Hamisha duodamiz. Kelajagingiz porloq, martabangiz ulug' bo'lsin. Yorug'
kelajak, sizlarni yorug' hayot kutmoqda. Bugun sizlar bilan mana shu tilaklar ila xayrlashar ekanmiz. Hamisha mo'jiza deb atalmish mana shu O'zbekistonimiz, musaffo yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsinlar azizlar. Omonlikda, yaxshi kunlarda, yangi o'quv yillarida, xayrli va barakatli yillarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Biz uchun chalinar so'nggi qo'ng'iroq, qo'ng'iroq, qo'ng'iroq. Chalinmay tursaydik so'nggi qo'ng'iroq. Yuragimni yurakladi baxt, orzularim ketmadi sendan. Tongday oppoq xayolga o'xshab, ko'zlarimda uyg'onding vatan. Yurtimizga Alloh nazari tushgan mana shu zaminimiz bo'lmish 17-maktabimizga ko'zlar tegmasin. Tashrifingiz uchun aziz mehmonlar, katta rahmat. Aziz ustozlar, o'quvchilarimiz, xayr, salomat bo'ling. Qarsaklar bilan davramizda 11-sinf bitiruvchilari maktabimiz bilan mehr bilan xayrlashyapmiz. Darslardan so'ng yana gullar bilan kelding ku meni yonimga. Mening javobim esa doimgidek bo'ldi, tegma jonimga. Barchani raqsga taklif etamiz. Bitiruvchilar, o'quvchilar, ustozlarni taklif etamiz raqsga. Chiroyli kayfiyat bilan barchani davramizga taklif etamiz. Chiroyli raqslardan va musiqa sadolari ostida albatta. Yoshlikdagi sevgi, maktabdagi 9-sinf bitiruvchilari sizlarni ham davramizga taklif etamiz. Ustozlarni taklif etamiz. Ustozlarimizni davramizga taklif etamiz raqslari bilan. Sinf bitiruvchilari davramizga sizlarni taklif etamiz. Keling 9A, 9B, 9B sinf rahbarlaringiz, ilk ustozlaringiz bilan birgalikda fan o'qituvchilarimizni taklif etamiz davramizga. 9A, 9B, 9B. So'nggi qo'ng'iroq, xayr maktab.
Uçuşolmay qiynalamiz, bo'ylarimiz yetib qoldi. Do'stim qachon uylanamiz? Onajonim men o'yladim, sizni juda ko'p qiynadim. Suvchilikka boravering, dildorani men tanladim. Zo'r yo'lamiz, uchrasholmay qiynalamiz, bo'ylarimiz yetib qoldi. Qachon biz ham uylanamiz, aylanamiz, zo'r yo'lamiz, uchrasholmay qiynalamiz, bo'ylarimiz yetib qoldi. Qachon biz ham uylanamiz. Alvon alvon gullaring olib, atrofingga nazarlar solib, mahallaga kelar eding, musiqani qo'yib olib. Hali hamon yodimda, qolgin deding yonimda. Seni jondan sevgandim, eng gullagan odimda. Ko'k shikulik, ko'k shikulik, eslatadi sevgimizni yaxshi gulik. Qo'shni gulik, qizg'onardi seni mendan o'sha gulik. Ay ay ay, ko'k shikulik, eslatadi sevgimizni yaxshi gulik. Qo'shni gulik, qizg'onardi seni mendan gulik. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. Maktab yillari o'tdi, birin ketib